Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadi: "Rida Rabbi fi ridal validi ve sakatur Rabbi fi sakatul validi" deydi. Qaysi odamning atası razı bo'la turgan bo'lsa, o'sha odamdan Alloh taolo razı bo'ldi deydi. Qaysi odamning atası norozi bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamdan Alloh taolo norozi bo'ldi deydi. Ram Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ota-onalarga aytdi: "Baldaringlarga duo qilganda teskari duo qilishdan ehtiyot bo'linglar" dedi. Uni ma'nosi qanday desa, ota-onaning duosi so'zsiz ijobat bo'ladi ekan. Bila qati'i rahimin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biroq ota-ona bolasiga o'rtachilikni uzish to'g'riligiga boshqa to'g'rili duo qilsa, Alloh taolo saqlab turadi dedi. Lekin ota-onaning bolaga qilgan duosi ijobat bo'ladi dedi. İbrahim aleyhisselam aytdi: "Qala ma ta'buduna min ba'di." Dunyodan o'tay deganda bolalarini chaqirib, bolalarga "Mana uy senga, mana mashina senga" demagan ekan. "Ma ta'buduna min ba'di." Men dunyodan o'tgandan keyin qanday ibodat qilasizlar dedi. "Qalu na'budu ilahaka va ilaha abaik." Senga ibodat qilamiz. Otangga ibodat qilganga, ya'ni Alloh taologa ibodat qilamiz deganda Ibrohim alayhissalom ha deb xotirjam bo'lib dunyodan o'tgan ekan.